Assalomu alaykum azizlar. Demak, milliy sertifikat ochiq testimizda tahlilni boshlaymiz. 36-misoldan boshlanadi ochiq testlar. Ko'pchilik bilsa kerak endi buni, chunki 1 dan 45 gacha test berilsa, bundan 35 gachasi yopiq test bo'ladi, ya'ni javob variantlari berilgan bo'ladi. Keyingi 36 dan 45 gachasida javob variantlari berilmaydi, ochiq holatda bo'ladi. Shuning uchun bu ochiq test deyiladi. U 36 dan boshlanadi. Demak, quyidagi tenglama yagona yechimga ega deyilmoqda. E'tibor bering. Quyidagi tenglama degan so'z ishlatilgan. Quyidagi kvadrat tenglama deyilmagan, quyidagi tenglama deyilgan. Yagona yechimga ega. Yagona yechimga ega degan so'zni turlicha tushunish mumkin. Agar buni kvadrat tenglama sifatida qaraydigan bo'lsak, yagona yechimga ega degan so'zda bir necha ma'nolari bor. Yagona yechimga ega, yagona ildizga ega yoki karrali ildiz yoki bo'lmasa ikkita o'zaro teng ildiz degan ma'nolari bor. Kvadrat tenglamada. Bunda diskriminant 0 ga tenglab ishlanadi. Demak, 1 deyman. 1. Diskriminantni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, mana shu kvadrat tenglama yagona ildizga ega bo'ladi deymiz. Demak, b kvadrat minus 4ac teng 0 bo'lishi kerak. B o'rniga a plus 1 ni qo'yib olyapman. Minus 4 ko'paygan a ko'paygan samiz necha? 1 bo'lyapti. Teng 0. Qavslarni ochamiz. A kvadrat minus 2a plus 1 teng 0 qoldi. Ya'ni qavslarni ochib ixchamlab oldim va bundan nima chiqadi? A teng 1 degan a ning bitta qiymati kelib chiqadi. Endi ikkinchisi, yuqorida aytib o'tdim. Bu tenglama deyilgan. Tenglama. Endi bu tenglama yagona yechimga ega bo'lish uchun mana bu yo'q bo'lib ketsa, buning uchun a teng 0 bo'lishi kerak. A teng 0 da x barobar minus 1 degan bitta ildiz chiqadi mana. Demak, a teng 0 da ham tenglama bitta yechimga ega bo'lyapti. Mana. Endi qanday javob beramiz a savoliga? A parametrining eng katta butun qiymatini toping. 1 ekan. Butun qiymatlari nechta? 2 ta 1 bilan 0 deymiz. Mana. Keyingi savolga o'tamiz. Tengsizliklar sistemasi berilgan. Yechimlar to'plamini yozing. Eng katta manfiy ildizini toping. Xo'p, mana shu ikkinchi tengsizlikdan yechishdan boshlaylikchi. Mana bu 2 ni bu 2 ga daraja qilib bersak 4 bo'ladi. Logaritm ildizosti 2 asosga ko'ra 4 bo'ladi. Plus logaritm ildizosti 2. Demak, qavs ichini yozib olamiz. Kichkina logaritm ildizosti 2 asosga ko'ra 31. Xo'p, yig'indidan ko'paytmaga o'tib ketsak, logaritm ildizosti 2 asosga ko'ra, demak 4 ni qatsiga ko'paytirib yuborishim kerak ekan. 1/4 ga ko'paytirsak 1 bo'ladi. Kichkina logaritm ildizosti 2 asosga ko'ra 31. Ildizosti 2lar tushib ketadi. 4 ko'paygan 2 ning ustida x kvadrat minus 1 minus 1 kichkina 31 dan bo'ladi. Demak, 1 ni 31 ga qo'shib qo'ydim va 4 ga bo'lsak 8 bo'lyapti. Bu 8 2 ning kubi degani. Asoslar tushib ketsa va 3 ni olib o'tamiz. Minus 4 bo'ladi. 0 dan kichkina. X plus 2, x minus 2 ga ajraydi. 0 dan kichkina. Sonni qo'yib olamiz. Minus 2, 2. 2 dan katta son qo'ysak, musbat bo'lyapti. Manfiy musbat. Demak, mana shu ekan. Yechim minus 2 u 2. Ikkinchi tengsizlikning yechimi minus 2 u 2 bo'ldi. Endi buni eslab qolamizda. Endi nima qilamiz? Birinchi tengsizlikni yechamiz. Birinchi tengsizlik ancha qo'rqinchli ko'rinyapti. Xo'p, 3 ning ustida, demak, qavsni ochsam x kvadrat plus 4x plus 4 bo'lyapti. Plus 1/27 kichik yoki teng 3 ning ustida x kvadrat minus 3 va plus mana bu 9 ni asosini 3 ni ikkinchisi qilib olsak, shunda 3 ning ustida
4x plus 4 hosil bo'ladi. Xo'p. Buni chap tomonga olib o'tyapman. 3 ni minus 3-sini esa 1 taqsim 27 qilib yozib qo'yishimiz mumkin va minus 1 taqsim 27 bo'lyapti. Aslida hammasini o'ng tomonga olib o'tib olishim kerak ekan. Demak, mana bu tengsizlik ishorasini o'chiramanda, mana bu plus bo'ladi, 0 dan kichik teng bo'ladi. Endi bundan umumiy hadini chiqaramiz. 3 ni 4x plus 4-sini chiqarsak, qarshisida 3 ni ustida x kvadrat minus 1 qolyapti. Minus keyingi ikkitasidan 1 taqsim 27 ni chiqarsak, 3 ni ustida x kvadrat ayrilgan 1 qolyapti. 0 dan kichik teng. Endi qarslarni chiqarib olamiz. Qarsida 3 ni ustida 4x plus 4 minus 1 taqsim 27, ya'ni 3 ni minus 3-si qolyapti. 0 dan kichik teng bo'lyapti. Bu minus 1 edi. Ya'ni minus 1 pastda edi. Mana. Shu 1 ni bor-ku, 1 ni 3 ni 0-si qilib olsak, mana 3 ni 0-si qilib olamiz. Bu asoslar 3 1dan kattaligi uchun tashlab yuborishimiz mumkin. Shunda biz quyidagi tengsizlikka ega bo'lyapmiz. Mana bu narsa 0 dan kichik bo'la olmaydi, 0 ga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerdagi tenglik sharti bajariladi. Demak, x teng 0 degan tegishim bor ekan. Endi buni tashlab yuborish mumkin. Shunda 4x plus 7 kichik teng bo'lyapti 0 dan. Demak, ximiz kichik teng minus 7 taqsim 4 dan bo'lyapti. Endi son o'qiga qo'yib olsak, minus 2 minus 7 taqsim 4 hamda 0 hamda 2. Minus 2 u 2 oraliq mana bu yerda. Minus 7 taqsim 4 dan kichiklari chap tomonda va 0 ham olinyapti. Demak, yechim mana bu yer va 0 ekan. Ya'ni x tegishli minus 2 dan minus 7 taqsim 4 gacha hamda 0. Yechimlar to'plami shu. Javobni yozishda mana shunday yozsak. Eng katta manfiy ildizini toping. Minus 7 taqsim 4. Minus 7 taqsim 4. Yoki bo'lmasa minus 1/175 qilib yozish mumkin. Yo unisini yozasiz yoki bunisini yozasiz. Keyingi misol. Xo'p, tenglama berilgan. X ning eng kichik musbat qiymatini toping. Kesmaga tegishli x ning qiymatlari yig'indisini toping. Kosinus 3x minus sinus x ni kosinus pi taqsim 2 minus x qilib yozish mumkin. Teng 0. Xo'p, ayirmadan ko'paytmaga o'tib ketamiz. Mana formulasini yozaman. Mana sinus deyman. Kosinus alfa minus kosinus beta teng bo'ladi minus 2 sinus alfa plus beta taqsim 2 hamda sinus alfa minus beta taqsim 2 bo'ladi. Demak, minus 2 sinus burchaklarni qo'shib 2 ga bo'lamiz. Qo'shib 2 ga bo'lsak, x plus pi taqsim 4 bo'ladi. Va sinus endi burchaklarni ayirib 2 ga bo'lamiz. Ayirib 2 ga bo'lsak, 2x minus pi taqsim 4 bo'lyapti. Teng 0. Demak, minus 2 ni tashlab yuborish mumkin. Buni alohida 0 ga tenglaymiz, buni ham alohida 0 ga tenglar ekanmiz. Sinus x plus pi taqsim 4 teng 0. Qachon 0 ga erishadi sinus o'zi? Pi endi erishadi-da. Demak, x barobar minus pi taqsim 4 plus pi n. N nima? Butun son. Bu x1 bo'lsin. Endi ikkinchi ifoda. Sinus 2x minus pi taqsim 4 teng 0. Sinus qachon 0 ga erishadi? Hozir yozdik. Pi n da erishadi. X ni topsa x barobar pi taqsim 8 plus
pi n taqsim 2 bo'lyapti. N bu yerda butun son. X ning eng kichik musbat qiymatini toping. Mana bundan chiqar ekan, x2 dan n teng 0 ligida pi taqsim 8 bo'ladi. 22,5 gradus degani 22,5 gradus yoki shunda yoki pi taqsim 8 da ham yozsa bo'ladi. Xo'p, minus pi taqsim 2 pi kesmaga tegishli x ning qiymatlari yig'indisini toping. Topamiz. N teng 0 ligida x2 dan pi taqsim 8 chiqdi. Bu ham shu kesmaga tegishli. x1 dan ne chiqadi? Minus pi taqsim 4 chiqadi. Bu ham kesmaga tegishli. N teng minus 1 da x1 da nima bo'ladi? Minus 5 pi taqsim 4 chiqadi. Bu olinmaydi afsuski. x2 da nima chiqadi? Minus 3 pi taqsim 8 chiqar ekan. Bu olinadi. Xo'p, lekin endi o'rniga minus 2 qo'ysakchi, ikkalasi ham kirmaydi. Chunki minus pi taqsim 2 dan kichkina chiqib ketar ekan, minus 2 ligida. Demak shu ekan. Endi n teng 1 ni ham tekshirib qo'yamiz. N teng 1, x1 dan nima chiqadi? N teng 1 da 3 pi taqsim 4 chiqyapti. Bu ham olinadi albatta. x2 dan nima chiqadi? N teng 1 da pi taqsim 2 plus pi taqsim 8, 5 pi taqsim 8 bo'lyapti. Bu ham olinadi. N teng 2 da ikkalasi ham pi dan oshib ketar ekan. Demak, ildizlari pi taqsim 8, minus pi taqsim 4, minus 3 pi taqsim 8 hamda 5 pi taqsim 8. Shularning yig'indisida bu mahraj 8 bo'lyapti. Pi minus 2 pi minus 3 pi plus 5 pi taqsim 8. Ikkalasi 5 pi bilan ayrilib ketsa, pi taqsim 8 qolyapti. Pi taqsim 8 ekan bu ham. 22,5 gradus. 39-misol. Sistemani yechishimiz kerak. Demak, belgilash kiritib olaylik. 2x plus 3y ildiz ostida shuni a deb olsak, bu yerda a'miz nima? 0 dan katta teng soni. 5 minus x minus y ni b deydik. B 0 dan katta teng son ildizli ifodaga teng bo'lyapti. Va 2x plus y minus 3 ni s deb olamiz. S 0 dan katta teng son. Shundan qanday tenglama hosil bo'lyapti? 2a plus b teng 7 birinchisidan. Ikkinchi tenglamadan 3b minus s teng 1. Birinchisidan b ni topsak 7 minus 2a bo'lyapti. İkincisidan s'ni topsak 3b minus 1. B'nin o'rniga 7 minus 2a ni qo'ysak s teng bo'lyapti 20 minus 6a bo'lyapti. Hop, endi bu uchalasini kvadratga oshiramiz. 2x plus 3y teng a kvadrat. 5 minus x minus y teng b kvadrat. 2x plus 3 y ekan. L 3 teng s ni kvadratiga. Hop, x bilan y topsak, bu ikkalasini sistema qilib, buni 2 ga ko'paytirib yuborsak hamda qo'shsak, keyin x lar yo'qolib ketar ekan. 10 plus 3y dan 2y ayriladi, y qoladi. Teng a kvadrat plus 2b kvadrat. Y ni topib qo'yamiz bu yerda. Ya'ni 10 ni o'ng tomonga olib o'tib qo'ydim. Endi mana bu yerga y o'rniga shu topgan ifodamizni qo'ysak, x ni topgan bo'lamiz. X ni topamiz bu yerdan. Ana shunga teng bo'lyapti. Endi mana bu yerga olib kelib qo'yib qo'ysak, x ni ikkilantirish kerak ekan. Y ham o'rniga qo'yamiz. Bu harflarni ixchamlab o'ng tomonga olib o'tsak, chap tomonda 30 ayrilgan 10 ayrilgan 3 17 qolyapti. Mana. Endi b o'rniga yuqorida
mana a ga bog'langan ifodasini qo'yib olsak, san o'rniga ham mana 20 minus 6 ni qo'yib olamiz, teng 17. Shuni yechib qo'yish kerak yoki son tanlash kerak, osonrog'i vaqtdan yutish maqsadida. 1 ni qo'ysak bo'ladimi? 1 ni qo'ysak katta chiqib ketar ekan. 2 dachi? 2 da 3-chi qavsimiz 8 katta chiqib ketar ekan. 3 dachi? 3 da 3 bo'ladi shekilli. Teng 3 ni qo'ysak, birinchisidan 9 bo'ladi, keyingisidan 4 bo'lyapti, keyingisidan 4 bo'lyapti. Mana shu 17 chiqadi. Demak, a teng 3 ekan. A teng 3 ekan. A teng 3 bo'lsa, b necha bo'ladi? B mana 4 minus 2a edi. 4 ayrilgan 2 kere 3, 1 bo'lyapti. S-chi? S 20 minus 6 edi. 20 ayrilgan 6 kere 3, 2 bo'lyapti ekan. S 2 ekan. S shart emas edi. Xo'p, demak, y-ni topmoqchi bo'lsak, mana bu yerga kelishimiz kerak. Y barobar a ni o'rniga 3 ni qo'yib olamiz. Plus 2 ko'paygan b ni o'rniga 1 ni qo'yib olamiz. Ayrilgan 10. 9 qo'shilgan 2 ayrilgan 10. 1 ni beryapti. Endi x topamiz. X ni ifodasi qayerda edi? Mana bu yerda ekan mana. 15 ayrilgan a ni o'rniga 3 ni qo'yyapmiz. 3 ko'paygan b ni o'rniga 1 ni. 15 ayrilgan 9 ayrilgan 3 teng 3. Mana x3 y1 ekan. X y sonlar juftligi nechta degan? X y sonlar juftligi bitta bo'ldi, 3-1 bo'ldi. Bitta. X ildizining qiymatlari yig'indisi toping. O'zi bitta bor, xolos 3. 40. fx funksiyasi haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan funksiyadir. U uchun quyidagi munosabat o'rinli. f3 ning qiymatini toping. Xo'p, x o'rniga 1 ni qo'yib ko'ramiz. F 1 plus 2 bo'ladi, barobar f1 plus 2. Bundan f3 teng bo'lyapti. f1imiz 3 ga teng deb berilgan, plus 2 barobar 5. Bu oson ekan asi. B-siga o'tamiz. 2025. F 2025. Buni qanday topamiz endi? Xo'p, umumiy formulasiga e'tibor beramiz. Mana bunga. Bundan mana f x plus 2 ayrilgan f x teng bo'lyapti 2 ga. X o'rniga 1 ni qo'ysak, f3 ayrilgan f1 teng bo'ladi 2 ga. X ni o'rniga 3 ni qo'ysakchi, f5 ayrilgan f3 teng bo'ladi 2 ga. X o'rniga 5 ni qo'ysakchi, f7 ayrilgan f5 teng bo'ladi 2 ga. Mana shunday tarzda davom etar ekanmiz va 2023 ni qo'ysak, f2025 ayrilgan f2023 teng bo'ladi 2 ga bu ham. Shunda mana shularni qo'shib yuboradigan bo'lsak, mana bu bilan bu ketadi, bu bilan bu ketadi, bu bilan bundan keyingisi, bu bilan bundan oldingisi ayrilib ketib, f2025 ayrilgan f1 qolyapti. Chunki bularga sherik yo'q. Barobar o'ng tomondagi ikkilar yig'indisi. Bu yerda nechta 2 yozildi? Mana bu yerdagi 90larning sonicha yozildi. 1 dan boshlab 2023 gacha nechta 90 bo'lsa, shuncha 2 bor. Xo'p, nechta 90 bor? Buni aniqlamoqchi bo'lsak, shu 2023 ga 1 ni qo'shib 2 ga bo'lib qo'ysak bo'ldi. 2023 ga 1 ni qo'shib 2 ga bo'lsa kelib chiqadi. 2024 taqsim 2 1012 ta. Demak, 2 dan 1012 ta bor ekan. F 2025 barobar 2024 qo'shilgan F1. F1 3 ga teng deb berilgan edi. Demak, 2027 bo'lar ekan. 2027. 41. ABC muntazam uchburchakda B'da A'dan 2 marta katta, rasmda ham ko'rinib turibdi, 2x x qilib berilgan. S'da kesma 3 ga teng uchburchak yuzini hamda uchburchakka ichkichasiga aylangan radiusini topish kerak.
Xo'p, mana AB jami 3x bo'ldi. BC ham 3x bo'ladi. Bu B burchak 60 bo'ladi muntazamlik uchun. Kosinuslar teoremasini qo'llasak, 3 burchak BCD uchun. Demak, burchak qarshisida 3 turibdi. Yon tomonlari 2x bilan 3x bo'lyapti. Qichirlaymiz endi. Kosinus 61 taqsim 2. X ni topsak 3 taqsim ilzosida 7 bo'ldi. Bizga 3x kerak. Chunki bu 3 burchakda tomon uzunligi 3x. 9 taqsim ilzosida 7 ekan. Endi yuzini hisoblaymiz. Do'zam 3 burchak yuzini topish formulasi shu. Bu yerda A 3 burchak tomon uzunligi. Demak, A ni o'rniga 9 taqsim ilzosida 7 ni qo'yish kerak. 81 taqsim 7 ko'paygan ilzosida 3 taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, 81 ilzosida 3 taqsim 28 bo'lyapti. Yuzi. 81 ilzosida 3 taqsim 28. İchkisilgan aylana radiusini toping. Demak, A barobar 2 taqsim 2 ilzosida 3 bo'ladi. Ya'ni mana shu formula orqali hisoblanadi. R barobar A ni o'rniga 9 taqsim ilzosida 7 qo'yiladi. Taqsim 2 ilzosida 3. Demak, 9 taqsim 2 ilzosida 21 bo'lyapti. Yoki bu teng bo'ladi 9 ilzosida 21 taqsim 2 kara 21. 3 ga qisqartirsak 3 ilzosida 21 taqsim 14. 3 ilzosida 21 taqsim 14. 42 tomonlari 26, 28 va 30 bo'lgan 3 burchak berilgan. 3 burchakka ichki va tashqi chizilgan aylana radiuslar ko'paytmasini toping. Ichki chizilgan aylana radiusi R teng bo'ladi. 2 ko'paygan S yuzi taqsim perimetr bo'ladi. Tashqiniki esa A ko'paygan B ko'paygan S taqsim 4S bo'ladi. ABC 3 burchak tomonlari S yuzasi. R ko'paygan kichkina r ko'paytirilsa 2S taqsim P ko'paygan A ko'paygan B ko'paygan S taqsim 4S bo'lyapti. 2S bilan 4S qisqarib ketdi. A ko'paygan B ko'paygan S taqsim 2 kara P. P o'rniga A qo'shilgan B qo'shilgan S ni yozib qo'yapmiz. Demak, A 26, B 28, S 30 taqsim 2, 26, 28, 30 teng. 2 bilan 26 qisqarib ketsin. 13 qoladi ko'paygan 28 ko'paygan 30. Mahraj nimani beryapti? 6, 28, 54. 54 ga 30 ni qo'shsak 84 bo'lyapti. 28 bilan 84 nechaga qisqaradi? 28 ga 1 u 3. 3 qolyapti ekan mahrajda. 3 bilan 30 ni qisqartirsak 10, 13 kira 10 130. 130 chiqar ekan. Eng uzun medianasining uzunligini toping. Xo'p, eng uzun mediana kichik tomonga tushishi kerak. 26, 28, 30 bo'lsa, eng uzuni kichik tomoniga tushadi. Eng uzuni. Eng qisqasi esa katta tomoniga tushadi. Mana shu mni hisoblab qo'yishimiz kerak. Demak, A tomonga tushgan medianani uzunligini topish formulasini mana bu yerga yozaman. Mana shu A tomonga tushgan medianani uzunligini topish formulasi. Hozir bizda A miz 26 bo'lyapti. B 30, S 28. Demak, M A teng 1 taqsim 2 ilzosida 2 B o'rniga 30 qo'yiladi, S o'rniga 28 qo'yiladi. A o'rniga 26 qo'yiladi. Shu endi hisob kitobni qilishimiz kerak. Xo'p, 30 ni kvadrati 900, 28 niki 784 bo'ladi. 26 ni kichik 676 midi?
900 ga 784 qo'shsak 1684 bo'ladimi? Ikkilantiramiz. 8 6 3 2 bo'lyapti. 3 bo'lyapti ekan. Bir dilda bilan. Bundan 676 ni ayirishimiz kerak. 2 9 6 2. Hop. Demak, MA teng bo'lyapti 1 taqsim 2 iltizosida 2692 bu 4 ga bo'linar ekan. 4 kara 673. 4 kara 673. Bu 4 dan 2 chiqadi iltizosida. Bu mahraj bilan qisqarib ketsa iltizosida 673 bo'lar ekan. Demak, iltizosida 673. 43. ABC'da parallelogram, BD diagonal, YF bilan AD perpendikulyar, FH bilan DS. BC 6, AB 9, YF 3 bo'lsa, FH X ni toping. Hop, bu AF kesma bilan FS kesmani o'tkazib olaman. Va men bu yerda bitta narsani aytaman sizga. Mana S A D F bilan S S D F'lar teng bo'ladi. Ya'ni uchburchak ADF yuzi bilan uchburchak SFDning yuzi teng bo'ladi. Nimaga desa, chunki DF tomoni umumiy va ularga tushgan balandliklari teng. Qaysi balandliklari teng desa, mana ABCD parallelogramni diagonali yuzani tengiga bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari mana bu A3 bilan S3 dan tushgan balandliklar ham teng bo'ladi. Ya'ni diagonal A3 bilan S3 dan bir xil uzoqlikda bo'ladi. Ya'ni mana bu masofa bilan bu masofa teng bo'ladi. Teng bo'ladi. Ya'ni ikkala uchburchakni balandliklari teng bo'ladi. Va asosi umumiy bo'lyapti. Ya'ni bitta tomon umumiy. Bu degani yuzalari teng deganida. Demak, ikkalasi ham balandligi teng va asosi A bo'lyapti. Demak, bularning yuzalari tengligi aniq ekan demak. Yuzasi teng bo'lsa, biz endi shu yuzi orqali shu FH ni topishga harakat qilamiz. ADF uchburchak yuzini endi AD tomon va unga tushgan balandligi bo'yicha ham hisoblash mumkin. AD tomoni bu BC tomoniga teng bo'ladi. Unga tushgan balandligi F ga 3 bo'lyapti, taqsim 2 bo'ladi. Endi CDF uchburchak yuzini DC tomoni orqali ham hisoblash mumkin. Bu DC tomoni AB tomoniga teng 9. Unga tushgan balandlik FHX bo'lyapti, taqsim 2. Xo'p, 9 teng 9 taqsim 2x. X topsak, demak 2 ekan. 2 ekan. Agar F nuqtadan AB tomongacha bo'lgan masofa 2 ga teng bo'lsa, ABCda parallelogram yuzini toping. F nuqtadan AB tomongacha bo'lgan masofa deyilganda eng qisqa masofa nazarda tutiladi. Demak, mana shu masofa 2 ekan. X ham 2 edi. Demak, bu HL 4 bo'ldi. Bu balandlik degani. AB tomonga tushgan balandlik degani bu. Demak, yuzasi teng bo'ladi. A ko'payiga H edi. A esa 9, unga tushgan balandlik 4. Hisoblasak 36. Asoslari 3 va 4, balandligi 3 ga teng bo'lgan to'rtburchakli trapetsiya berilgan. Kichik yon atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping. To'rtburchakli trapetsiya 4 3 ham 3. Demak, mana shu tomon atrofida aylantiryapmiz. Ya'ni balandligi atrofida-da. Shu yerga chizib olamiz. Ya'ni mana shu balandligi bo'yicha bitta o'q o'tkazdirib yuborsak, mana shu o'q atrofida aylantirilyapti ekan. Bu qanday jism hosil bo'ladi desa, kesik konus hosil bo'ladi. Kesik konus bo'ladi.
Mana asosini radiusi 4, pastniki, yuqorisiniki 3 bo'ladi. Balandligi mana bu bo'ladi, h. Xo'p, hajm topish formulasi qanaqa edi? Kesik konusnikini eslab olish kerak. Pi ko'paygan h taqsim 3 edi. Qavs ichida radiuslar qatnashar edi. R1 ni kvadrati plus R2 ni kvadrati plus R1 ko'paygan R2. Mana shu formula edi. V barobar pi ko'paygan h 3 ga teng taqsim 3 R1 deylik, mana bu 4 bo'lsin. 4 R2 bu 3 bo'lsin. Shularni qo'yib ketamiz. 3 lar qisqarib ketdi. Pi ko'paygan qavs ichi 25 u 12 37 bo'lyapti ekan. 37 pi ekan demak. Agar pi ni 3 deb oling degan sharti bo'lganida 37 kar 3 qilib hisoblar edik. Xo'p, B savolida kichik asosi atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping. Buni o'chirar ekanmiz. Shartini o'zgartiryapti. Kichik tomoni atrofida aylantirilyapti ekan. Qanday o'chiraylik? Bu shaklni biroz pastga olamiz. Xo'p, endi aylantirsak nima bo'ladi? Ya'ni mana shu yerdan o'q o'tkazdirib yuborsak, mana shu o'q atrofida aylantirilyapti-da. 360 ga. Mana shunday jism hosil bo'ladi. Bu asosi bo'ladi. Mana bu yerlar endi bo'sh bo'ladi, lekin mayli doiraga, ya'ni doira yasab qo'yapmiz, chunki bu yerda silindr bor deb olsak, mana bu yeri bo'sh bo'ladi. Hozir mana band joylari, ya'ni bor joylari bu yer bo'ladi, mana bor joylari. Biz mana shu silindrdan bitta konus yo'nib olinganda o'shani hajmini top degan. Silindr bor yotgan holatda, undan mana bu qismini olib tashlab qo'ysak bo'ldi. Ya'ni V silindrdan ayiramiz V konusni. Bu 4 silindrda balandligi bu. Hozir silindr yotibdi. Bu 3, bu ham 3. Demak, bu silindrda radiusi bo'ladi. Endi qarang, mana bu 3 edi. Endi mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofamiz 1 bo'ladi. Bu konusni balandligi bo'ladi. Demak, 1 silindr bo'yicha yozsak, balandligi 4, radiusi 3. Hajmini hisoblaymiz. pi bo'lyapti. Endi 2 konus, bo'sh konus. Xo'p, balandligi 1 bo'lyapti. Mana bu 1 va radius 3 bo'lyapti. Radiusi 3. Hajmini hisoblaymiz. 3 pi. Endi ayirib qo'yamiz. 36 pi dan ayiramiz 3 pi ni. 33 pi. 33 pi. 45. Asosi ABCD bo'lgan to'g'ri parallelpedda AB 29, AD 36, BD 25 va uning yoq qirrasi 48 ga teng. AB1, C1D kesimning yuzini toping. Ikkinchisida to'la sirt yuzini toping. Demak, chizib olishimiz kerak.
Hop, asosi bu A, B, C, D bo'lsa, AB berilyapti, AD ham berilyapti, BD. Demak, asosini diagonali ekan. 25. Yon-yoq qirrasi berilyapti. Hop, buni A1 deyman. Bu B1, bu C1, bu D1. Yon-yoq qirrasi degan shu A1 deganida 48 ga teng ekan. Endi A, B1, C1, D kesimni yuzini topish kerak ekan. Demak, mana shu A, B1, C1, D kesimni yuzini topish kerak. Parallelpedni asoslari parallelogram. Demak, bu shakllar, ya'ni A, B1, C1, D ham parallelogram bo'lishi kerak. Bu ham uni yuzini topishda AD ga ko'paytiramiz B1 uchidan tushgan balandligini. Shuni qizil rangda ko'rsatsam, mana B1 dan qandaydir balandlik tushsa, AD ga mana shu balandligini, bu deylik K bo'lsin, mana shu B1K ni ko'paytiramiz AD ga. Demak, S A B1 C1D ni yuzi AD ko'paygan B1K bo'ladi. AD o'zi berilgan 29 ekan. 29 ko'paytirilgan B1K ni topish kerak ekan. B1K bu AD ga balandlik bo'lgan holatda tushmoqda. Demak, uchburchak ABC, uchburchak ABD ni ham balandligi mana shu yerga kelib tushadi. Buni balandligini qanday hisoblaymiz? BK ni. Mana uchburchakning tomonlari berilganda AB 29, BD 25, AD 36. ABD uchburchakning yuzini hisoblaymiz. Uchburchak ABD ni. Buning uchun yarim perimetrni hisoblaymiz, ya'ni gerondan topmoqchiman. 29 plus 36 plus 25 taqsim 2 bo'ladimi? Necha bo'ladimi? 9 ga 36 65, 65 ga 25 90, yarmi 45. S barobar geron formulasi bo'yicha hisoblayman. Ilzosda U ko'paytirilgan U ayrilgan 29 necha bo'ladi? 16 bo'ladi. U ayrilgan 36 9, U ayrilgan 25 20. Ildiz chiqarish kerak. 4 bilan 9 dan 16 bilan 9 dan 4 3 12 chiqadi. 45 da 9 bor, 3 chiqadi. Keyin 5 kere 20 100, undan 10 chiqadi. 360 ekan, uchburchakning yuzi. Ya'ni SABD. Mana shuni SABD deyman, SABD. Endi SABD teng bo'ladi boshqa tomondan AD tomon unga tushgan balandligi BK taqsim 2 ga 360. AD tomon necha edi? 36 ekan. Mana 36 ko'paygan BK taqsim 2. BK ni hisoblasak 20 ekan. Balandligi 20 bo'ldi. Endi bu to'g'ri parallelped degani, ya'ni yon qirrasi asosga perpendikulyar degani. Mana e'tibor bering, mana bu burchak 90 degani. Ya'ni bu yerda uchburchak B1 BK to'g'riburchakli uchburchak. B1 B bitta katet, BK ikkinchi katet, gipotenuza B1K. BB1 bu qirra, yon qirra. Necha degan? 48. Yon yoq qirrasi 48. 48 ni qo'yib olamiz. BK 20 bo'ldi. B1K noma'lum, shuni topish kerak. Bundan necha bo'ladi? Buni hisoblasak 2704 bo'lyapti. Bu 52 degani. 52. Bo'lmasa haligi to'g'riburchakli uchburchakda bilsangiz, tomonlari 12 bilan 5 bo'lsa, gipotenuza 13 da. Shularni turga ko'paytirsak 48, 20, 52 da
Demak, 52 ekan. Endi mana bu yerga olib kelib qo'yib qo'ysak, B1 kanoniga 52 ni yozsak, 29 kere 52 ni hisoblaymiz ekan. 1508 bo'ladi. 1508. B'si parallelpedning to'la sirt yuzini toping. Xo'p, S to'la sirt teng S yon sirt qo'shilgan S ikkita asos bo'ladi. Xo'p, yon sirtini topishda asosni perimetrini ko'paytiramiz. Balandlikka, ya'ni yon qirra bo'lyapti bizda bu. Demak, bu AB tomoni necha edi? 29 edi. Bu A da 36 edi. Demak, yon sirtni topmoqchi bo'lsam, S yon sirt teng bo'ladi. P ko'paygan H deydik. P'miz 2 kere A plus B bo'ladi. Ko'paygan H. 2 ko'paygan 29 plus 36. Ko'paygan H'imiz yon qirra 48. Hisoblaymiz shuni. 65 ga 2 plus 30 ko'paytiramiz 48 ni. 6240 bo'lyapti. Endi asosini yuzini hisoblaymiz. Asosini yuzi bu AB'da 3 burchak yuzda 2 marta katta. Chunki B'da diagonal yuzdan tengga bo'lgan. Masalan, bu S bo'lsa, bu ham S da. 360 ida yuzasi 360 chiqadi mana. Shundan ikkita bo'ladi. 720. Demak, pastki asosini yuzi 720 bo'lsa, yuqorida ham 720 bor. Ya'ni bu ham 720 bo'ladi. Demak, 6240 qo'shilgan 2 kere 720. 6240 qo'shilgan 1440 bo'lyapti. Teng 0 8 6 7. 7680 ekan. Shuning bilan hamma misollarning yechimini havola qildik, ko'rib chiqdik hammasini. Sog' bo'ling. Keyingi testlarda ko'rishguncha